Tova ajoyib odamlar borda tunigun bir loban qo'shib gapirdi. Siz mushunda tamoqlarni chiqaraverib bizning oshxonamizga odam kelmayotdi deb. Qiziq gap bo'lib ketdi-da bu. Italiya chupiga amroqlar bir raqamini, o'shlar ikki raqamini besib qo'yinglar. Qani birlikda ko'rib boqayli. Avval Italiya chup qo'rg'a vaqtimizda qilgish bulamdi, qo'ygish bulamdi. Siralatni to'g'rib olamiz. Buning tam qurishlaridan tuz, kava uchun uni shongchu, azroq kraxmal qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Italiya chup qo'rg'a vaqtimizda go'shni tamlantirish eng muhim. Mushu nuqtaga bekroq diqqat qilsanglar bo'ldi. Go'shni odatda 5 minutdan 10 minut atrofida tamlantirib olsanglar ajoyib yaxshi tam kirdi. Mening ishlatganim cho'ng ustamning Italiya chupi tetitqisi, ichidan chupi va tetitqisi birga chiqadi. Mush Italiya chupi qo'rsam ta'mini, rangini yaxshi qaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab beqinglar. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor, sizlarning oshpaz ustam qilib yetadi. Qazon qaynagandan keyin cho'pini silib 7 minutdan 8 minut atrofida pishirib olsanglar bo'ldi. Buni suzib elib olgandan keyin sovuq suvda bir chaqib etamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiyo numeri shu. Italiya chup qo'rg'a vaqtimizda jiq do'stlarimiz pamdirsamaydi. Azroq pamdirsaversanglar suylar intayin quyuq ham shirinlik chiqadi. Uningdagi Italiya chupi tetitqisini silib, qizilaz, ko'klaz, azroq piyozlarni silib, pishirib olgan Italiya chupini silib, ichki qo'rsaqlam pishib ketadi. Ko'rib turganinglardek intayin shirinlik ham yeyishlik bo'lgan Italiya chupimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi etib sinab beqing. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.